Sergeli, yangi Darxon 2. Men bunaqa vidda yashashni xohlaysizlarmi? Men sizlarga mana shu domani 3-etajda 2 xonali remontli kvartirani ko'rsatib o'taman. Agarda kvartiramizga yoqsa, bemalol xarid qilib olishinglar mumkin. Xarid qilib olib, har kuni mana bu atmosferani tomosha qilib yashashga nima yetsin. Budjetli narxda zo'r bitta kvartiramizni ko'rsatib o'taman. Videoni oxirigacha tomosha qilinglar, yoqsa layklarni bosib bizga bog'laninglar. Hurmatli obunachilar, kvartiramizga ham kirib oldik. Bizning fikr urishda mana bunaqa kattagina koridorimizni kutib oladi. Bu kvartiramizning planirovkasi полный разделный holatda. 56 metr kvadratlik kvartira. Men sizga kirish eshigidan boshlab kvartirani tushuntirib o'taman. Kirish eshigida bizning разделный sanuzel kutib oladi. Bu yog'imizda hojatxona joylashgan. Hojatxonamizda mustaqil uchun narsalar chiqazib ketilgan. Bu yog'imizda bu o'ziga ham bunaqa radiator qo'yib qo'yilgan. Hech bitta hojatxonada bu narsa bo'lmaydi. Shu narsalarni ham qilib ketilgan. Hojatxona ham katta-yu. Bu yerda esa sanuzel joylashgan. Dushovoy oyna bilan yopib qo'yilgan, bemalol dush qilsanglar bo'ladi. Bu yoqda suv chachrab ketmaydi. Bu yerda esa sushilkalar qo'yib qo'yilgan. Kir mashina uchun ham mesa tashab ketilgan, hurmatli obunachilar. O'zi hammom bilan hojatxonani o'zi ham bitta xona bo'lib turibdi-yu. Endi men sizga zalni ko'rsatib o'taman. Bu yog'imizda zal bemalol bo'tga stol qo'yib, ovqatlanish uchun joy qilib qo'ysanglar bo'ladi. Bu kvartiramizni mebel texnika qilganda Yevropeyskiy mebel texnika qilsanglar juda ham zo'r bo'ladi. Men sizga hozir balkonni bitta ko'rsatib o'taman. Wow! Balkondan chiqib, mana bu atmosferani tomosha qilib, shundoq kofeni urib tursanglar, nima deydi? Yangi Darxon 2, 3-etajda turibmiz. Balkonimiz ham katta, bemalol shotga chiqib, atmosferani tomosha qilsanglar bo'ladi. Pastda bolalaringiz o'ynab yurishi uchun maydonlar ham joylashgan. Hurmatli obunachilar, keyingi xonalarni ham bitta-bitta ko'rib o'tamiz. Xo'p, bu yerda opalarimiz, singillarimiz sevadigan oshxona joylashgan. Oshxona ham juda ham katta, o'tga ham chiroyli qilib, kuxniy mebel ishlatib olsanglar juda ham zo'r bo'ladi. Gaz plitamiz bor, vitichkamiz bor, duh kontrniy kotyol bor. Ushbu kvartira radiator orqali isitiladi. Endi men sizlarga oxirgi spalnyamizni ko'rsatib o'taman. Bu spalniy xonamiz. Kvartiramizda полный remontdan chiqqan, lyustralarga ham bitta ahamiyat berib o'tasizlar. Xarid qilib olib, o'zingizga yoqqan darajada mebel va texnika qilib olib yashasanglar bo'ladi. Ko'pchilik razdelniy holatdagi kvartirani yaxshi ko'radi. Men sizlarga mana bunaqa 56 kvadratlik razdelniy holatdagi kvartirani ko'rsatib o'taman. Agar ushbu kvartira sizga yoqsa, layklarni bosib qo'yinglar. Hurmatli obunachilar, ushbu 56 kvadrat metrlik kvartiramizga $58,500 narx so'rayapmiz. Ustida savdo qilib kelishtirib beramiz. Bu kvartiraga ozgina yetmay turgan summangiz bo'lsa, ipoteka kredit qilib bankdan pul olib berishimiz ham mumkin. Bankdan примерно $20,000 pul olib berishimiz mumkin. Chunki ushbu kvartiramizning oldi-sotdi summasida kam summa ko'rsatilgan. Shunga qarab shunaqa summada olib beramiz. Naqdga bo'lsa savdosini qilib bemalol bir kun ichida notarius qilib beramiz. Agarda kvartira sizga yoqqan bo'lsa, shunda video ostidagi 6414 telefon raqamiga aloqaga chiqishingiz mumkin. Hammaga rahmat, sog' va salomat bo'ling.